Nasıl ildan ercan menge ciğer veripti dep kapıp kalmışsın yana. Apsi boldu kılınla, ilgisi kes, yavamam. Benim koşkum iç ketdi. Ya yigil koymadı ola. Asqar. Bu ildana dimsim nimdah kelmeydi. Bu yılda bir qitim kildiğen tuğulgan günümde vaqtida kesip umandı deyman. İldana meni aldımga 10 yaşta kelgan, Zulayat kızım işkisini o'xshash ko'rib, shunchalik atvolab cho'ng qildim. Yılda bir qitim kildiğen tuğulgan günümde qarang, hozirgacha kelmayotganini. Ya meni ko'zga ilmaydi, telefon ursam tex olmaydi. Apsi. To'g'ri yig'lab ko'nglimni buzmanglar, bunda tug'ilgan kunda. Yo'lda mashinalar to'zilib qolgan bo'lishi mumkin. Ilg'ichi kelib qolar. Xap ildanasini. Biz yavrli, ha? Agar men o'sha Ildana'nın o'zining opisi bo'lgan bo'lsam, işte kechikib kelamdi. Agar men o'zining opisi bo'lgan bo'lsam, Ildana cho'qimanga mushu Götürümler kechikib qoldim. Yo'llasam. Keling oldi qizim. Ildana yo'lda mashina to'silib qolganini bilgan bo'lgandikin, boldiroq kelsang bo'ldi. Qara seni. Seni kelsa tang birga yeymiz deb va tamoq cho'kim tekkizgil qo'ymadi bizni. Voy qaqshimanga bo'ldi. Shuni bana nechta. Mendan deb so'raydigansiz. Keldi bu. Haris. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga azroq bo'lsin, ko'ngil sog'. Voy jinim bolam, nima sovg'at akab yurgansiz jinim qizim. O'zingizning kagini menga bir cho'ng sovg'at emasmi? Avar bo'lib. Nimalardi bu endi? Nima bu? Ha, bular bizning şirketimizning mahsulotlari. Qo'lingizdagi bo'lsa, Uzbek markasidagi uyqu kompyuterimiz shu uyqusizlikqa davo bo'ldi. Yana birisi bo'lsa bizning şirketimizniki Orhut kodini. Shu qanday men bu mahsulotlarimizga bo'lgan inkaslar shunday yaxshi ishon sizga to'g'ri aytdingiz, sovg'a qilib akagandim. Ha. Shu yaqindan yaqin samirib qolgandim. Rahmat qizim. Apa? Tuğay günün mübarek olsun. Voy jinim Sana bolam. soğuttum. Tatlı balam, umaq balam, akıllı kızım. Bu resimçu tudamışkanlar qaysi gün berip tutgan to'yda resminglar. Rahmat. Said Jo'zbek keldi. Ildana, nima ish qilsa? Cho'kini qalayim qatashlab. Apam ishkanlarning bir parcha to'yliq surat rasmi yo'q dada. To'liq kayfiyatni buzma. O'lib ketgan odamning kipini qilmag'ina. Ma Abidani oldida Gulzarning kipini qilg'ich bo'lma. Endi uni kipini qildigan bo'lsang, tilingni uzaytimjimi? Men deyish apam Gulzarning gipini qilsam bo'lmaydi-ku. Men har qanday odamning oldida apam Gulzarning gipini qila olmayman dada. Sen apamdan tanalgan bilan men apamdan tananmayman. O degan mening apam. Yilg'o hozirga keyinmi men apamning gipini qila olmayman. Balamga, nevramga apamning gipini qila olmayman. Apam bichar sen bilan 10 yil uy tutib, bir parcha to'yliq rasm tushib vaqtinglarman dada. Hay bir parcha rasm tushib qo'yaylik, xotir qoldirib qo'yaylik desa, tugmas bahonalarim bilan tushga olmadi. Sizlarning ash to'yliq jonzanglardan boshqa bir parcha rasminglar bormi? Apam jon uzishdan burun eng ko'z qiymagan odam sending dada. Lekin hozircha opamning gapini qilma deyapsa. Opam 100 kilo alamsa? Ha? Opam 100 kilo alamsa dada. Mening sening de qizim yo'q. Yaxshi dada. Shunday yaxshi urdim. Mushlarning oldida meni urib shunday yaxshi qildim. Malam muradiga yetdi. Bundan keyin mening siningdek dadam yo'q. Mushu bir kaçtan bilan dadı balık munosabatimiz mushat og'irlashdi. Ildana, ay kızım. Qara mening qilqiliqini. Bo'ldi. Sizlar tamoq yeb turinglar. Men chiqib tamoq yeb kiray, ha? Şunda kıngım keketeceğim. Pek bo'ldi. Voy. Yana bir qachat sağam bo'lsa, texim qo'shib ketdim. Shundingni apa. Ey balam,
Men nim ko'r qoldi bu Ildana degan. Ma nima o'ri xutish kampitidamdi. Nima ekan u? Godun. Qavz nima? Qavzi. O'ri xutish godungidamdi. Bu narsalarni aka pishirgandan, meni ko'zga ilmaganda qara akaga narsani quruq qo'yib kelivas bo'lmamdi. Shundami? O'zicha otasining oldida sen semiz demakchi meni. Bu o'ri xutish pijimlarini qo'yib qo'ysin. Jomu, jingmu, rasmi, yog'ami kim chiqdi? Oynim deydigan sapa. Bu deganni xultish kampiti. Hozir qeriyash hammasi yeyotgan bir yumshoq kampiti yine. Mendek telefonni qo'yib qo'ysinmi, uxlayolmaydiganlarga cho'ng foydasi bor ekan. Godon qara. Bu qavziyatni davolaydi ekan. Bizning ishxona qizlarning hamma somkasi ayirmaydi deyna. Qo'go yoki mayliq narsani yeb bo'lgandan bir tal godon yemassam, miyangni serib, bizni samirtmaydi ekan bu. Oshundoq noch nasimka bu. Qizlarning eg'zini mushtusa hozir. Voy. To'xta. Sayimsanmi yeyba. Voy ya bolam to'xtab turaman ko'ray. Hey, sen bilasan o. Men yaqindan yaq nima uchun samirib ketdim? Qavziyat ig'ir balam menda. Shuning samirib ketgan. Unda bo'lsa qara. Mal o'rg'utish kodini deganni men yey, qavziyatim saqaysin. Ma xultish deganni sen yeysan, uxlayolmagan ekanman. Ishimiz ayirib olaylar. Nechta aka ko'rib baqay. Chupay, ishqital akaygini. Ha, bo'pti, bir talda yeymiz. Hey balam, qo'rqmay yegina. Tugab ketsin-chu, Ildana degan bizanga deb yana akaldirman. Ay, do'st, shuni qo'rqutamu, bugundan boshlab yey. O'rg'lab ishtadisning oldida. Shinsay, jib bo'ldi balam. Men senga to'g'ri uxlayman. O'g'itaman. Aras canım, tamaq yapıp kino ko'rib kelamdoq. Yo'q, kino ko'rasdan xo'sham yo'q mening. Voy voy. Shunda demak bilib berkilchu. Bu gapni qo'yib qarang. Hozirgi chiqqan qizlardan muhabbatish vaqtingiz. Voy. Ma açan telefon qilib eptam kiray ya. Yolg'onga qilmay. Ya ishimsiz buna. Bir şey demayapsan? Mana gap qarang. Ma açam yaqinda yo'lchilar ajrashmoq istaydilar. Niyada gap qilish taz afsus bo'lib qoldi. Men kirib chiqay ya. Az qilma. Voy. Oye. Benim boz kavlamışlar mı? Ildana'nın numarını açamak kırızap dikenme. Onu kırılgan günü akşı etkenme. Bu kız oğlum ne? Bilmem vakit telefon kapıdan. Evet. İlyan. Benim esas babamdı. Canım, ciddi şunu qattım ya. Bomsa benim sizin qışınız bağım ba. Maqul. İşimiz bu tas kaldı. Keldama adaş. Nim bo'ldi adaş, dadamlar bilan istishib qolmoqchimsan. Adaş, nim bo'ldi. Dadamlar bilan istishib qolmoqsan, qara. Apamdek bichorga adaş. Men nima degan sho'r peshanda. Apam bek ichim oldiryapti. Adaş, unda ko'nglimni yerim qilmagan. Sen yig'ilsan, men ham ko'nglim yerim bo'ldi ekan. Zat nima ish oldi men degina. Opam dadam bilan to'y. Hozirgacha bir pay to'yliq suratgim tushib boqmadi adaş. O'lib ketgich bir pay to'yliq suratgim tushib boqmadi. Bugun Abida degan xotinni yediq basam. Azlayet degan bir ishkisini to'yliq rasmini absiq so'qib berdi qara. İçim kötü ondan. Adaş ko'nglimni yerim qilmadi. Opamga bek içim og'ridi. Men ochiqlab cho'kinib qo'ysam, dadam ashlarning oldida Yumshoqchi bo'l. O'zingiz ayting.
Kimdek geldiniz bu yerga? En yaxşı maşını obdan tushundiring. Voy, bu yoq kim o? Ha, Gulnur. Bu yoqni Navratcham. Ha, Navratcham. Ha? Kim? Nima keldiniz bu yerga? Ha? Buni izim tushsa shundaymi? Voy, kim sizning izingiz tushibdi? Men bu yerga uchun xizmat uchun deyishga keldim. Siz en yaxshi ustidagi ishni obdan tushundiring, uqdingizmi? Bayqisi meni xizmat ishim, ham boshlig'im. Biz bu yerga faqat tamoq yeb, bir xizmatning ishini paralashga keldik shu. Tushundingizmi? Uning ustidagi ishimizning yugunini shirkatlar bilmaydi. Navbat ular bilsa, ma'lumotchi xizmatga olmaydigan o'g'o deb meni o'stamiz qanday bo'ldi sizlarcha? Ha? Bo'ldi. Siz qaytavering, men saltoq ishimiz bor. Hey, nerede xizmatdoshlarga qo'l tutishib o'tirganda siz rost gap qilamsiz, gap qilmamsiz, rost gap qilmasiz, abirda o'zim chiqib so'rayman. Eldane, bo'ldi qilaman deyjimi? Ha? Bek eshib ketma. Qachonlar qarasa, bir qatim ishini qo'ysiz, nima bo'ldi menga? Ha? Ya bo'ldi. Ish berayotgan-chu. Davray. Men sizni yaxshi ko'rib baqmadim Eldane. Hem yaxshimi ko'rmayman. To'g'ri. O meni xizmat ishim emas, boshlig'im emas. O'chu, mening yangi aralashgan qiz do'stim. Yo'q, ilgari siz meni aldayapsiz shundami? Hozir chiqib onim o'zimning sizning haqiqiy qiz do'stingiz ekanligini aytdim. Ey! Endi bo'ldi qil ma'qulmi? Men sizni hargiz yaxshi ko'rmayman, ham yaxshi ko'rib boqolmayman. Filmning davomini O'zAvoz salondan ko'ring. Salon nomi Biz O'zAvoz.